Assalomu alaykum. Humoyin Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir navbatdagi uzum tokimizni o'z-joriga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha chiroyli qilib ma'lumot berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, shunaqangi uzum tokilarni naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishilgan holda chiroyli qilib zakaz qilingan manzilga tayyorlab, har xil turdagi fasondagi uzum toklar naveslarini o'rnashtirib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga olib o'rnashtirib berdik. Uzum tokimiz aziz yurtdoshlar 5 metrga 11 metr razmerda bo'ldi. Bizlaring ko'rib mana baho berasizlar. Juda ham bir chiroyli holatda chiqdi. Albatta xonadon egalari o'zlariga bir yoqqan uzum tokni tanlashib, zakaz qilishganda, shu bir oy deganda yasab bitirib olib kelib, chiroyli qilib ustanovkalarini qilib berdik. Uzum tokimiz asosi 100% profil metaldan yasalgan aziz yurtdoshlar. Stoykalari 8 ga 8 lik profilda bo'lgan. Tepa qismidagi firmalari tepasi 6 ga 4, past 4 ga 2 lik profilda shu baquvvat qilib firmalar to'qib ishlangan va har 50 sm ga 3 ga 2 lik profildan chiroyli qilib tayyorlab to'qib ishlab berganmiz va xori qismi ham 8 ga 8 lik 1.7 lik stenali profildan foydalanilgan. Kraskasini mokriy asfalt svetda bo'yab, chiroyli holatda qilib, ixchamgina qilib ishlab berganmiz. Bu uzum tokimizni dostavkasi, ustanovkasi ichida 1 kvadrat metrini 230 ming so'mdan tayyorlab o'rnashtirib berdik. Mana shu uzum tokimiz 13 million so'mga tayyor bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi uzum toklar kerak bo'lsa, hovlilarga o'rnatish niyatida yurgan bo'lsalaring, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozirgi kunda 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha materialli xizmat haqisi olib borib o'rnatib berish, dastavka ustanovka xizmatlari ichida tayyorlab beryapmiz. Uzum toklarni fasoniga qarab, dizayniga qarab, ketadigan metalli yuqa qalinligiga qarab kelishilgan holda tayyorlab berilyapti. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan bir savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.